xil topadiganlar ko'p va Humoyiddin degan shogirdda intervyusini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Surxondaryoning bitta chekka qishlog'ida bitta bola bizni shu o'quv dasturlarimizda o'qib turib, ishni boshlab turib, YouTubedan 8 oy deganda $40,000 pul ishlab topdi. 8 oyda ichida. Tasavvur qilyapsizmi? O'zbekiston sharoitida $40,000. Qaysi ish sizga beradi? Intervyuni ko'rganlar intervyu bo'yicha fikrlarni yozib qoldirishi mumkin. Xo'p, bir ikkita kanallarimda analizini, ya'ni skrinshotlarni ko'rsataman. Bu kanallarimda mana shu YouTube kanalimda video ko'rsatganman. Ya'ni bu shunchaki skrinshot emas, buni videosi mana shu kanalda turibdi. Keyin ko'rib olishlaringiz mumkin. Master klassdan keyin bitta kanalim $40,000 ga yaqin pul ishlagan. Bitta kanalim $21,000 ga yaqin pul ishlagan. Buni ham videosini chiqarib qo'ydim. Bu mana bu Voronezh, Tebak Gambar, Stickman Dismounting yoki Chaqmoq Makvinda ishlagan bo'lardim boshida. Hammaga tavsiya beraman. Xarajatli yo'nalish qilmasdan turib, xarajatsiz bugundan boshlanadigan yo'nalishni qilardim. Va bu yo'nalishlarda ko'ryapsizlar, videolar pashti bir xil. Ya'ni obloshkasi ham, videoning daqiqasi ham, ichi ham bir xil bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, nima bir xil video qilsa, video prosmotr bo'laveradi. Ha, YouTube shunisi bilan zo'r. Siz ertaga nima video qilaman degan ideya bo'lmaydi. Chunki nima video qilishingizni ertaga aniq bilasiz. Chunki bu takrorlanuvchi narsa. YouTube shuni yaxshi ko'radi, takrorlanuvchi. Xo'p, undan tashqari kompyuter yo'nalishlari uchun GTA 5 degan o'yinida Spider-Man yo'nalishi bor. Bu ham yaxshi yo'nalish. Bunga ham boshqacha yosh bolalar ishtirok etgan kartinkalarni ishlatish kerak emas. Chunki yosh bolalar bilan ishtirok etgan kontentga YouTube juda ham qattiq qaraydi. Kanalda ertaga o'chirib yuborishi mumkin. Shu taraflarga e'tibor berasiz. Faqat hayvon qahramonlari, Spider-Man, Paw Patrol, Chaqmoq Makvin qilishingiz mumkin, boshqa narsalar qilishingiz mumkin, lekin yosh bola personajlarni qo'ymang. E'tiqmoqchi bo'lsangiz, buni oldindan yo'nalishni aytib ketyapman. Xo'p, bundan tashqari juda zo'r yo'nalishlardan biri Tebak Gambar deydi. Topishmoq bu ham xuddi Voronezhga o'xshab. Bu joyda bitta mashina bo'ladi. Mashinani har xil narsasini topishib qo'yishingiz kerak. Bu ham yosh bolalar mazza qilib ko'radi, ya'ni topishmoq. Masalan, yashil KAMAZda kabinasi qanaqa bo'lishi kerak? Birinchi qizilni qo'yadi, X